Muzakkar muannasga ajratishlikdagi birinchi asosimiz, eng birinchi asos nima bo'ladi desa, ma'nosi bo'ladi. Biz ma'nosiga qaraymiz. Ha, ma'nosidan masalan bintu degan qizni bo'ldi. U muannaslik belgisi bormi, yo'qmi muannas? Yoki bo'lmasa axun aka deganmi? Bo'ldi. Ma'nosini bilib turibdi, o'zi erkak jinsiga dalolat qilishligi. Muannas ayol jinsi degan bo'lsa, muzakkar erkak jinsi degani. Xo'p, demak, muzakkar muannasga ajratishlikdagi birinchi asosimiz demak ma'nosi bo'ladi. Ma'nosi bildirmay qolsa, masalan, soatun soat degan, madrasatun maktab degani, maktab masalan parta degani. Xo'p, bulardan biz ma'nosini masalan maktab parta desak yoki idora desak, ma'nosini u ayol idorami, erkak idorami yoki masalan ayol erkak ajratib bo'lmaydi ma'nosini. Bunaqa so'zlar. Bularni nima qilamiz desa, endi bularni belgiga qaraymiz. Agar so'zimiz oxiri mana bunday toy marbuta bilan tugagan bo'lsa, muannas deb olamiz. Agar bunday toy marbuta bilan tugamagan bo'lsa, muzakkar deb olamiz. Masalan, maktabning oxirini qarasak, toy marbuta yo'q. Ya'ni birinchi etapda o'tadigan belgili toy marbuta. O'sha narsa yo'qmi? Demak, u muzakkar. Ma'nosiga qarasak, ma'nosida ajratib bo'lmadimi? Endi belgisiga qarasak, belgisida muannaslik belgisi yo'qmi? Demak, u muzakkar hisoblanadi. Masalan, ayna Bilal va Hamza. Bilal va Hamza qayerda? degan matn turibdi. Xo'p, shu joyda muzakkar muannasga ajratadigan bo'lsak, Bilal ma'nosidan bilinib turibdi. Bo'ldi, u muzakkar. Hamzatun oxiri toy marbuta bilan tugagan. Lekin biz muzakkar muannaslikka ajratishdagi birinchi asosimiz dedik, nima dedik desa, toy marbuta emas. Birinchi asosimiz ma'nosi dedik. Hamza degan ism erkaklarga qo'yiladigan ism. Hamza roziyallohu anhu, Hamza Akniyoziy, shunga o'xshash o'zi biladigan ismlarimiz bor. Bular erkakka qo'yiladigan ism. O'sha uchun ma'nosi o'zi erkakka bildiryaptimi? Bo'ldi. Buni biz muannas deymiz, muannaslik belgisini ko'rib. Masalan, faslun, sinfxona degan. Hop, faslunni muzakkar muannasligini ajratishda nimaga e'tibor beramiz? Qaraymiz, ma'nosida sinfxona, erkak sinfxona, ayol sinfxona yo'q bunaqa tushuncha. Demak, ma'nosida erkak ayolga ajratib bo'lmadi. Endi belgisiga qaraymiz. Belgisi mana bunaqa t yoki mana bu shakldagi t yo'qmi? Demak, bu muzakkar. Tushunarli? Shu shaklda. Muannas muzakkarga ajratishdagi asos ikki dona. Bittasi ma'nosi, bittasi belgisi. Ma'nosida chiqmasa belgisiga qaraymiz.